eng halol kasblarning biri ustachilik bilan Mana shug'ullanishlik. ekonomik gibrid pechkamiz ustunasi tugadi. Mana keyingisini 3 moshiya ta deydi xonaga arab bo'lindi tilida. mana. Chorvachilik bilan shug'ullanishlik. Mana shular kasb hunarlarning eng halollaridan. Rashbak. Farzandiga taom olib kelib berayotgan vaqtda hijolat bo'lmasdan beradigan kasblardan. Rossiyada ishlayotgan odamlar Qo'qqanimizga mana bu yerdan 15 daqiqa bo'ldi. Oilasiga to'y qilish uchun, ya'ni to'y qilish uchun, buni hajga borish uchun shunga o'xshagan 50 dan o'tib 60 ga yaxshi qadar niyatlar bilan Rossiyaga safar qilayotgan odamlar bo'lsa, halol kasb uchun inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda 52 yil ekan 40 dan o'tib. Allohning yo'lida yurgan mujohid kabidir. Farzandini, ahli oilasini, o'zini halol kasb bilan boqishlikka niyat qilgan inson Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yurgan mujohid. Mana yo'nshi eshik ochiq tursa ham tutun chiqqani yo'q mana. Bir xildir degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi. Tagini yopmasak ham tutamayapti mana. Endi mana bu xona mana. Tagi yu pasi bir xillar. Mana bu xonaga ham atrofga e'tibor bermaysizlar. Qo'lni kuydiradigan darajada mana tepa past bir xil. Havolar chiqarganmiz laganchalardan. Uchinchi xonani uzrli sabab bilan ko'rsatolmaymiz. Yotoqxona Ligirovkada mana yaqin xonani ozroq ochganmiz, uzoqroq xonalarda fonga ochilgan mana.